Hammaga assalomu alaykum. Barchangizga kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin. Meni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz opa-singillarimiz hamda tasodifan kanalimga kirib qolgan kuzatuvchilarga hammaga o'zimni alohida salomlarimni aytib qolaman. Bugun men sizlar bilan birgalikda bir kunlik kunimni qanday o'tganini bo'lishmoqchiman. Ertalab soat 6 da ishimizni boshladik. 4 da kiymoqchi edik, uxlab qolibmiz. Lekin 6 da kelsak ham ancha narsaga ulgurdik. Hozir men kurnik, vak bilash, uchpochmoqlar xamirini tezagina tayyorlab olaman. Qizlarjonlar, statistikamni qaraganimda 79% videolarim O'zbekistonga tushadi ekan. 12% Rossiyada ko'riladi ekan. 8,5% Qirg'izistonda ko'riladi ekan. Inogda Tojikistonga ham tushib qoladi videolarim. Alhamdulillah. Nima deydi? Baribir qayerlik bo'lmaylik, hammamizni dinimiz, tilimiz bir. Meni oldindan qo'llab-quvvatlab, shu kungacha qo'llab turganlarga Alloh rozi bo'lsin. Hammangizga o'zimni alohida rahmatimni aytib qolmoqchiman. Shularning ichidan bundan oldingi videoyimda Aliya Saipova degan opamiz yoki tengdoshimiz, yoshini bilmayman to'g'risi, shu kungacha yozib kelayotgandi. Rahmat sizga qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun. O'tgan safar nima edi, kommentariyaingizni birini o'qib ulgurmasdan udalit bo'lib ketdi. Men tarafdan xato bo'lmadi degan umiddaman. O'zingiz o'chirdingiz degan umiddaman. Bilmayman, qanaqadir sizga javob yozmasdan udalit bo'lib ketdi. Qanaqadir nosozlik bo'lgan bo'lsa uzr so'rab qolaman. U yerda bitta nimaga ko'zim tushgandi, kommentariyaga. Yoshlikdagi xullas xarakteringiz haqida, umuman hayotingiz haqida, keyin armonlaringiz haqida gapirib bering degandi. Keyin udal bo'lib ketdi yo video kommentariya, bilmayman, tushunmay qoldim. Keyin Adolat Hurmati va akkauntidagi sinimizmi, opamizmi, to'g'risi uni ham yoshini bilmayman. Juda ham hurmat qilaman. Sizni ham videolaringizni ko'raman. Sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Bolalaringizga bosh bo'ling. Hamisha to'ylar qiling. Kanalingizga rivoj tilab qolaman sizni ham. Keyin Samiddin akkauntidan har doim yaxshi tilaklarni, yaxshi gaplarni qoldiradi shu sinimiz. Bu sinimiz bilsam o'zimizdan ekan. Shu kommentariya orqali tanishdim, lekin juda ham xursand bo'ldim. O'zimizdan ham kommentariya orqali bo'lsa ham tanishib qoldik. O'zini ko'rmaganman. Inshaalloh Qirg'izistonga borsam albatta tanishib, qo'l bilan ko'rishib olaman. Rahmat, alohida rahmatimni aytib qolaman. Endi esa Aliya Saipova yozgan kommentariyaga qaytamiz. U kommentariyada ko'zim tushgandi. Ozgina o'zingiz haqingizda, xarakteringiz haqingizda va armonlaringiz haqida gapirib o'ting videolaringizda deb yozgandi. Menimcha javob yozgandim, adashmasam. Hozir udal bo'lib ketganligi uchun qarab ko'ra olmayapman bu video kommentariyani. Lekin hurmat qilgan holda ushbu kommentariyaga javob aytib o'taman. Albatta savollar uchun, kommentariyalar uchun sizga alohida rahmat. O'zim haqimda gapirib bersam, oldingi videolarimda ham gapirib bergandim, lekin chuqurlashib gapirib bermagandim. Yoshlikdan gapirib o'taman. Endi buni ham to'liq gapirib berish uchun bir dunyo vaqt kerak bo'ladi. Faqat nima deydi, kerakli joylarni gapirib o'taman. Oilada 3 qiz, 3 o'g'ilmiz. 3 qizni eng kattasiman. Oilada ikkinchi farzandman, akamdan keyingi. 11-klassgacha o'qib,
o'qishda o'qiyman deganimda dadam o'qishga bermay qo'ygan. Keyin shu maktab bitgandan keyin turmushga chiqib ketganman. Hozirda Boshqirdistonning Ufa shahrida turmush o'rtog'im va 4 ta farzandim bilan o'zimiz oddiygina kichkina qilib qurib olgan uyimizda yashaymiz. Hozirda men ishlayapman. Ishlamasdan uyda o'tirib qolgan vaqtlarim ham bo'lgan. Bu faqat shu Allohni nima deydi, Alloh o'zi biz ayollarga bergan dekret deb o'ylayman. O'sha dekretda o'tirganman. Ya'ni beremenniy bo'lib, farzand tug'ib, farzand tarbiyalab o'tirgan paytlarim ham bo'lgan va turmush o'rtog'imga juda katta yordam bergan kunlarim ham bo'lgan. Hozirda yordam berib kelyapman. Hozirgi paytda o'zimizni kichkinagina biznesimiz bor. Shu o'zimizga yarasha, ya'ni men o'zimga yarasha biznes ochib bergan turmush o'rtog'im, rahmat deb qolaman. Endi boshqa birovning qo'lida ham ishlayman-ku, to'g'rimi? Shuni o'zimiz biznes qilib ochib olganmiz. Birovning qo'lida ishlamasligim uchun, o'zim svobodna bo'lishim uchun biznes ochganmiz. Bu yerda hozirgida ishimni o'rniga qo'yib olganman. Ya'ni aytmoqchimanki, turmush o'rtog'imga yordam qilaman hozirgi kunda. Shunaqa. Endi xarakterimga kelsak, xarakter borasida xarakterim keskin o'zgarmaydi. Faqat yomonga yomon, yaxshiga yaxshiman. Ba'zi paytlar bo'ladi, o'sha yomon insonga ham ko'z yumib yaxshi bo'lishga to'g'ri kelib qoladi. Shunaqa paytlar bo'lib qoladi. Bu hammada ham bo'ladi. Ilojsiz shunaqa bo'lib qolishga to'g'ri keladi. Mayli. Keyin armonlarim haqida gaplashsak, armonlarim shu buni narsani qanday desam, ommaga chiqib olib, kimnidir rahmini keltirish juda ham uncha yoqtirmayman. Lekin armonim faqat onam bilan ko'rishmaganligim. Bu haqida umuman gapirgim ham kelmaydi o'zi. Lekin armonim haqida so'raganligi uchun. Assalomu alaykum hammangizga xayrli kun. Bugun biz qizim ikkalamiz mana shu joyga tom orqasi deydimi, shunaqa agorodga shular ekamiz. Bular esingizda bo'lsa, men qishda ekkandim. Shundan mana achchiq qalampirdan shu qolgan biyalarga xullas bolalarim umri uzoq bo'lsa, shunaqa qilib hamma yo'qda yulib tashlashgan, bor chiqqanini ham chiqmaganini ontarib, bir-biriga ontarib kiygizib qo'yishgan. Pomidorlarim ham juda qanaqadir slabi, mana ko'rib turibsiz. Biroq shu pomidorlar zo'r bo'ladi. Mana pomidorga qaraganda buni biz sotib oldik bugun 15 dona. Buni ekib olaman. Xullas. Bularni ham ekib olaman hammasini. Bular metta baklajan по-моему. Baklajan bu. Mana ham baklajan ekan. Xullas, qolgani pomidor. Mana shular achchiq qilamiz. Hozir ularni ekib olamiz. Qizim ikkalamiz. Mana hozir bozordan olinganlar ekib oldik. Mana dalshi mana shunday yana ketadi. Bu hozir keyin maydalarni ekamiz. Shunaqa qilib. To'g'risini aytsam, ishdan kelgandan keyin ishlarimni tezda qilib olaman deyman, baribir ulgurmay qoldim. Yomg'ir yog'ardi. O'zi kelayotganimizda yomg'ir yog'ib tingan paytda ekib olaman. Pomidorlar shu bahonada nima bo'lib qoladi degandim. Xullas yana yomg'ir yog'ardi. Keyin ichkariga kirib yuvinib taranib, farzandlarim juda kokteyl so'rab qolishdi. Boya internetda ko'rgandim o'zim. Beraman deb so'z berib qo'ydim-da bolalarimga. Shu sug'ushonli молоко, sut, banan, hali qo'yiltirgan sut deydimi, shunaqa. Shuna zo'r kokteyl tayyorlagandi. Hozir bolalarim uchun tayyorlab beraman. To'g'risini aytsam, 2-3 marta tayyorladik shunaqa qilib. Ujin ham qilmadik. Ujinning o'rniga ham
juda zo'r bo'ldi. O'zi bolalar umuman osh qilsam, sho'rva qilsam, xullas nima uyda ovqatni qilsam yemay turgan bo'lib qolishdi. Keyin shunaqa bo'lib o'zimiz ham o'rganib qolibmiz. Hozir mana shunaqa молочный kokteyl qildim. Juda ham to'yimli bo'ladi ekan, albatta tayyorlab ko'ring. Qo'yiqqina bo'ldi. Mazasiga вообще gap yo'q. Albatta tayyorlab ko'ring. Farzandlaringizga juda ham yoqadi. Ne только farzandlarga va kattalarga ham yoqadi. Videoni shu yerda yakunlayman. Hammangiz Allohga omonat bo'ling.